Bu yerda gap shundaki, bugungi kunda har kim o'zini kimdir qilib ko'rsatishga urinmoqda. Qo'lida iPhone bo'lsa, o'zini bloger deb biladi, motivator, reper yoki biznes speakerga aylanadi. Hatto bilim bermasdan turib ham birinchi dars tekin deb odamlarni jalb qilishadi. Lekin savol tug'iladi. Nega ular mening hayotimni belgilab berishga harakat qiladi? Men kim bo'lishimni o'zim hal qilaman. Yoshimni ham, yo'limni ham o'zim bilaman. Mening orzularim bor va men ularga erishishga harakat qilaman. Oxir-oqibat men faqat yaratgan egam oldida javobgarman. To'g'ri tarbiya bu hamma uchun muhim. Niyat toza bo'lishi kerak. Bugun o'zini katta ko'rsatayotganlar ham ertaga oddiy holatga tushishi mumkin. Chunki rep bu shunchaki musiqa emas, bu san'at va madaniyat. Ba'zilar o'zini hammadan aqlli deb o'ylaydi, lekin bu noto'g'ri fikr. Ma'naviyat haqida gapirib, o'z tanasini ko'rsatib yurish bu uyatli holat. Hozir hammaning qo'lida kamera bor. Hamma bir xil kontent qilishga o'rganib qolgan. Har kuni kimdir seni baholaydi. Go'yoki hamma bir xil yo'ldan ketayotgandek. Aslida esa odamlar nimani xohlayotgani aniq. Ular odobli, tartibli yoshlarni emas. Ko'pchilikning asosiy maqsadi pul. Yana aytaman, haromi vayner, iPhone bormi bloger, motivator, rapper, trader, teacher, bitch, business speaker, birinchi dars tekin salomlari biznes sticker. Nimaga menga begona hayotim belgilab beraman degani yomon bo'laman negaman, bilaman yoshim o'zimga ma'lum, orzularimga egaman, boshim bitta yaratgan egamgaman, nega to'g'ri tarbiya hammadan niyat, dam oladi bugun mana degani ham rap san'at ham madaniyat. Tipa faqat to'lada borim, men mana yo'q qilaman bugun borni ham mana ma'naviyat deb hammaga tomosha tarafa badaniyam uyat. Hammada kamera, hammada xona, hammada bir xil holat, har kuni kimdir sani baholar, bugun nima hammada xomi, men bilaman ular nima holar, odobli bo'lar maqsad, mana nimadan iborat dollar.